Ramazon, Ramazon, oylarning sultoni. Ramazon, Ramazon, tavbalar imkoni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar va nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamga salot salomlar bo'lsin. Alhamdulillah, Ramazonning fazilati bilan mana bu Shom diyoridagi urushlarda jabr ko'rgan va qiynalgan ehtiyojmand miskin oilalarga Alloh taolo mana bunday noz ne'matlarni beryapti. Alhamdulillah, mana bu Shom diyoridagi miskinlarga bugun 50 ta oziq ovqat mana bu korobkasini ulashamiz inshaalloh. Bir birodarimizning mana shu Shom diyorida urushlarda jabr ko'rgan, qiynalgan oilalar uchun mana bunday oziq ovqat ulashlikni niyat qilgan ekan. Mana bu oziq ovqatini ko'rdinglar. Mana bir oyga yetadigan oziq ovqat $20 narsa qildik. Alhamdulillah, inshaalloh mana bularni hozir birozdan so'ng korobkalarga joylab turib olib borib o'sha chodirlarda yashayotgan va qiynalayotgan ehtiyojmand oilalar uchun tarqatib ulashtirib beramiz inshaalloh. Alloh taolo ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo ehsonlarni qabul qilsin. Dunyo va oxiratda yaxshiliklarni bersin inshaalloh. Mana bu Ramazon oyida ehson va yaxshiliklar qilmoqchi bo'lsa, mana bu Ramazon oyida qilishlik kerak. Inshaalloh Alloh taolo mana bu Ramazonning barakatidan 10 barobarni 700 barobargacha mana bu amallarda darajalarini ulug' qilib qo'yadi inshaalloh. Aziz birodarlar, alhamdulillah Allohning izni bilan mana bu oziq-ovqatlarimizni korobkalarga solib, mana bu chodirlarda yashayotgan qiynalgan oilalarga, mazlumlarga inshaalloh olib keldik. Inshaalloh hozir buni tarqatib ulashtirib beramiz inshaalloh. Alloh taolo ehson qilganlardan rozi bo'lsin. Bizni duolaringizda unutmanglar. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar.